Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli talabalar. Universitetimizda tahsil olib, o'z iste'dodi va intilishlari evaziga e'tirof etishga arzigulik natijalarga erishayotgan yoshlarimiz haqida so'zlovchi Iste'dod loyihasining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Loyihamizning bugungi mehmoni Termiz davlat universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi Mohinur Musulmonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta, taklif uchun katta rahmat. Bundan men juda ham xursand bo'ldim. Mohinur, avvalambor o'zingiz va yutuqlaringiz haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Albatta, men 3-kursga kelgunimga qadar bir qator yutuqlarni va muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdim. Bu to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, eng katta qo'lga kiritgan yutuqlarimdan bittasi o'tgan yili o'tkazilgan Munozara intellektual o'yinining respublika bosqichida faxrli 2-o'rinni egallaganligimiz bo'ldi. Bunda albatta Termiz davlat universitetini va Surxondaryo nomini himoya qilib keldik. Bu bizga o'zgacha faxr bag'ishladi. Aynan shu bilan bir qatorda yana g'alaba qozonganligim evaziga rektorimiz tomonidan universitet stipendiyasi sohibasi sifatida taqdirlandim. Bu men uchun juda ham katta g'alabalardan biri hisoblandi. Yana bu yilgi 2026-yil bo'yicha qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarimning dastlabkisi esa xotin-qizlar bo'yicha o'tkazilgan 8-mart munosabati bilan o'tkazilgan xotin-qizlar o'rtasidagi respublika zakovat intellektual o'yinida faol ishtirok etib keldik. Bunda o'sha bilimlarimizni sinash doirasida keng ko'lamdagi yangi bilimlarni orttirishimga xizmat ko'rsatdi. Mohinur, ko'pchilikni Munozara intellektual o'yini haqida xabari yo'q, ya'ni qanday o'ynalishini bilmaydi. Keling suhbatimizni boshini Munozara o'yini haqida ma'lumotga ega bo'lishdan boshlasak. Munozara intellektual o'yinini ko'pchilik oddiy bahs o'yini deb bilishadi, lekin munozara bu shunchaki bahs emas, bu fikrlar to'qnashuvi hisoblanadi. Aynan fikrni aniq lo'nda ifoda etishga, nutqning ravonligiga o'rgatadigan o'yin. Aynan bu o'yin jarayonida ikkita guruh bo'ladi. 3tadan ishtirokchi, ya'ni birinchi spiker, ikkinchi spiker va uchinchi spikerdan iborat bo'lgan ikkita komandaga bo'linib o'ynashadi, tasdiq pozitsiyasi va inkor pozitsiyasida. Aynan munozarada mavzu tanlash jarayonida ikki pozitsiyaga ham birdan o'ynaladigan mavzu tanlanadi. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun foydali. Ya'ni biz buni ikkita pozitsiyaga ham o'ynab ko'rsak bo'ladi. Ayni ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun foydali yoki ijtimoiy tarmoqlar foydadan ko'ra zarar bo'lishi mumkin. Bunda o'ynash uchun o'sha ikki xil pozitsiyaga ham bir xilda dalillar topsa, isbotlar topib bersa bo'ladi. Aynan shu jarayonlarda ham zarar tomonlarini, ham foydali jihatlarini yetkazib berish, bu ularni ijtimoiy tarmoqlardan qanchalik to'g'ri foydalana olishga yoshlarni o'rgatishimiz bilan birga baholanadi. Munozara intellektual o'yini fikrlarni aniq dalil bilan isbotlashga o'rgatadigan o'yin, bir intellektual maktab hisoblanadi. Tushunarli. Haqiqiy munozarachi raqibini yengishni emas, uni o'z haqiqatiga sherik qilishni maqsad qiladi, shundaymi? Ha. Albatta. Mohinur, munozara maydonida olgan eng katta darsingiz nima bo'lgandi va bu darsni hayotingizda qanday qo'llaysiz? Munozarada olgan eng katta darsim bu albatta meni boshqalarning fikrini tinglashga o'rgatish va o'z fikrini aniq va ravon qilib, tushunarli qilib yetkazish bo'ldi. Aynan boshqalarning fikrini tinglash deganda o'sha opponent jamoaning fikrini tinglagan holda ularning fikriga aniq va lo'nda javob qaytarish hisoblanadi. Munozarada shunday jarayonki, aynan tinglash orqali o'sha opponent jamoaning daliliga qarshi dalil topib berish kerak. Chunki munozarada har bir aytilgan so'z bu mas'uliyatni talab qiladigan bo'lsa, har bir aytilgan fikr esa qarshi dalilni talab qiladi va bunga isbot kerak. Aynan isbotni esa o'sha ishonchli manbalardan to'plash orqali, ishonchli manbalarni o'rganish, o'qish orqali yetkazib berishimiz hisoblanadi. Endi tinglash bu keyingi hayotimda ham, kundalik hayotimda ham menga asqotadi va bu jarayonda suhbatlashish jarayonlarida birinchi navbatda o'sha suhbatdoshimning fikrini to'laqonli tushunib, anglab, keyin ular bilan munosabatga kirishishni o'rgatgan. Yana shu bilan bir qatorda o'sha fikrni aniq yetkazib berish dedik. Bunda aynan auditoriya jarayonida ma'ruza so'zlash jarayoni bo'ladi yoki katta-katta auditoriyalarda leksiya qilish jarayonlariga kelib to'xtaladigan bo'lsak, munozara o'shandagi auditoriyadagi qo'rquvni bosishga yordam beradi. Fikringizni aniq va tushunarli qilib yetkazib berishga ko'maklashadigan o'yin hisoblanadi. Biz aynan mana shu o'yin orqali agar
munozarada notiqlik qilishga qo'rqayotgan talabalarni, shu bilan bir qatorda o'sha nutqini erkin bayon qila olmaydigan talabalarni munozara intellektual o'yinida notiq qilib chiqarib bera olishimiz mumkin. Tushunarli. Haqiqat bahslarda sinaladi deb bekorga aytishmaydi. Aynan shu munozara o'yini bizga o'sha bahslarni yaratib bera oladi. Shunday. Mohinur, siz universitet stipendianti sifatida e'tirof etildingiz. Bu stipendiyaga erishishingizda siz qanday yo'llarni bosib o'tgansiz? Universitet stipendiyasiga erishish bu oson hisoblanmadi. Aynan stipendiyaga erishish jarayonlarida ko'pgina jarayonlarni bosib o'tishimga to'g'ri keldi. Bu uchun katta muvaffaqiyatlarga birdaniga erishib bo'lmaydi. Kichik, ammo muntazam qadamlar orqali harakat qilinsagina muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Bunda menga ko'mak bo'lgan ustozlarim va akalarimning yordami beqiyos bo'ldi. Aynan mana shu universitet stipendiyasini egallashim uchun ular menga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishdi va tinmasdan harakat qilishim, izlanishim kerakligi to'g'risida, yo'llarda qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan to'xtamasdan harakat qilishimni o'rgatishdi. Men universitet stipendiyasiga qo'lga kiritganimdan keyin shuni o'rgandimki, aynan mehnat zoyi ketmaydi. Qanchalik ko'p mehnat qilsangiz, albatta uning natijasi bo'ladi va bu natija ajoyib xursand qiladigan darajadagi katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishga sababchi bo'ladi. Albatta. Mohinur, qizlar o'rtasida uyushtirilgan zakovat turniri o'ziga xos muhitga ega. Aynan shu turnirda sizni juda ham bir qiziqtirgan va bir hayratga qoldirgan savol nima bo'lgan edi? Albatta, zakovat bu bilimlar bellashuvi hisoblanadi. Aynan bunda yaqinda 8-mart xotin-qizlar munosabati bilan o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinining respublika bosqichida faxrli ishtirok etdik. Aynan bu jarayonda ko'pgina savollar bizni hayratda qoldiradi. Aynan o'sha savollardan bittasi meni Chernobil fojiasi bilan bog'liq bo'lgan savol ko'p hayratda qoldirdi. Aynan biz o'sha Chernobil fojiasi bilan bog'liq bo'lgan voqealarni juda ham yaxshi bilamiz. Sovet o'sha kattagina yo'qotishlarga olib kelganda Sovet xalqining matonat bilan qilgan mehnatlari, jarayonlari bu albatta kishini hayratda qoldirarli darajada edi va o'sha Sovet xalqining matonati Abdulla Qahhorning mashhur adabiyot atomdan kuchli, uning kuchini o'tin yorishga sarflash kerak emas degan mashhur gapi bilan bog'langan savol bo'ldi. Biz aynan o'sha Chernobil fojiasi bilan bog'liq voqealarni ham, Abdulla Qahhorning adabiyot atomdan kuchli degan gapini ham juda ham yaxshi bilardik. Faqatgina biz o'sha jarayonni bog'lab bera olmadik va bu savolni javobini topa olmadik. Bu biz uchun juda ham katta alam qildi. Aynan achinarli holatda edik, chunki bilmingiz bo'la turib, o'sha bilimni o'z paytida o'rnida qo'llay olmasligingiz bu sizning katta nadomatlaringizdan, afsuslaringizdan biri sifatida qoladi. Endi hayratda qoldiradigan savollar juda ham ko'p bo'ldi. Eng hayratda qoldirarlisi o'sha Chernobil fojiasi bilan bog'liq savol edi. Tushunarli. Endi bu voqeadan albatta xulosa chiqazib olgansiz degan umiddamiz. Albatta. Mohinur, siz fakultetingizda intellektual loyihalar koordinatori sifatida ham faoliyat yuritgan ekansiz. Shu faoliyatingiz davomida qanday loyihalarni amalga oshirgansiz? Intellektual loyihalar koordinatori sifatida aynan faoliyat yuritayotganligimda zakovat, munozara va yoshlarni o'sha aqliy salohiyatini rivojlantiradigan shaxmat shashka o'yinlarini ham tashkillashtirib turganmiz. Bunda aynan zakovat bu yoshlarni bilim doirasini kengaytirishga va ularni rivojlantirishga yordam beradi. Biz zakovatni tashkil qilish orqali har yili o'tkaziladigan o'sha oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkaziladigan oliy zakovat intellektual o'yiniga yoki zakovat intellektual olimpiadasiga yoshlarni tayyorlaganmiz. Bunda aynan tayyorlash jarayonida ko'pgina yutuqlarni qo'lga kiritgan zakovatchilarimiz ham bo'lgan. Aynan o'sha o'zimizning fakultetimiz doirasida zakovatchilar keng va ular ko'p katta yutuqlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Munozara intellektual o'yinini ham tashkillashtirib turganmiz. Bunda o'sha yuqorida aytib o'tib ketganimdek, haqiqiy notiqlarni tayyorlaymiz. Aynan unda nutq jarayoni qilishga qo'rqadigan talabalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ular auditoriyada fikrini erkin bayon qila olmaydigan bo'lsa, ularga o'sha jarayonlarni o'rgatish, fikrini aniq va lo'nda bayon qilish san'atini o'rgatamiz. Bunda aynan har o'zimizning fakultetimizda o'tkaziladi, har seshanba, payshanba kunlari ustozimiz Abdusamad Fayziyev tomonidan munozara bo'yicha tushunchalar beriladi va munozara intellektual o'yini o'tkaziladi. Agar mana shunday notiqlik san'atiga qiziqadigan, nutqini erkin bayon qilishga qo'rqadigan talabalar bo'lsa, biz albatta bu o'yinga ularni chorlagan bo'lardik va shu o'yin orqali o'zlarini, fikrlarini erkin bayon qilishga o'rgatib qolgan bo'lardik.
Tushunarli. Va sizga yuzlanmoqchi bo'lgan so'nggi savolimiz. Termiz davlat universiteti siz uchun? Termiz davlat universiteti men uchun avvalo imkoniyatlar eshigi bo'ldi. Ilk bora mana shu universitetga o'qishga kirganligimdan buyon orzularimni amalga oshirish jarayonida katta maqsadlarni amalga oshirdim va maqsadlarni qo'lga kiritdim. Bunda Termiz davlat universiteti men uchun orzularim parvoz qilgan maskan hisoblandi. Munozarada, zakovat, intellektual o'yinlarda katta marralarni qo'lga kiritdik. Men yoshlarga yoki talabalarga murojaat qilib qolmoqchimanki, agar bizning mana shunaqa yutuqlarimizdan faxrlanadiganlar bo'lsa, qiziqadiganlar bo'lsa, albatta o'sha munozara intellektual o'yiniga va zakovat intellektual o'yiniga qatnashib, o'shanday bilimlarini sinab ko'rishlarini taklif qilib qolgan bo'lar edim. Albatta, rahmat taklifingiz uchun. Mohinur, loyiha so'ngida ustozlaringizga, ota-onangizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, meni mana shu darajaga yetkazgan shaxslar bular ota-onalarim va ustozlarim hisoblanadi. Men ularning duolari natijasida mana shunday katta marralarni qo'lga kiritib keldim. Aynan mana shu jarayonda menda akalarimning hissatlari juda ham katta bo'lgan. Ular muvaffaqiyatlarga erishishim uchun, stipendiyani qo'lga kiritishim yoki katta marralarni erishishim uchun menga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan va muvaffaqiyatga erishishimda doimo sababchi bo'lgan akalarimning xizmatlari katta. Men ularga bugun tashakkur bildirmoqchiman. Aynan qilayotgan duolaringiz va mehnatlaringiz samarasi sifatida katta marralarni qo'lga kiritdim. Yana har bir insonning muvaffaqiyatga erishish jarayonida yonida tirgak bo'lib, unga hamisha dalda berib turadigan bir yaqin dugonasi bo'ladi. Albatta, o'shanday dugonalarimdan bittasi Madina. U doim misol uchun charchadim, to'g'risi qilmayman, to'xtayman degan jarayonda ham yo'q, to'xtamang. Siz albatta bunga erishasiz. Kichik qadamlar bilan muntazam davom etsangiz albatta erishasiz degan gaplarni aytib o'ttirgan. Ya'ni misol uchun suv toshni nima uchun yoradi? Muntazam va to'xtovsiz harakat qilganligi uchun. Tosh juda ham kuchli hisoblanadi, lekin o'sha suvning kichik tomchilari muntazam harakat qilganligi uchun albatta toshni yorishga yetadi. Shu sababli ham o'sha dugonamning aytgan gaplari motivatsiya sifatida men shunday marralarga erishib keldim. Unga katta rahmat bildirib qoldirmoqchiman. Albatta, hech kim hali dugonasiga rahmat aytmaganda, siz birinchisi bo'ldingiz deb ham ayta olaman. Tashrifingiz uchun rahmat Mohinur. Sizlarga ham taklif uchun katta rahmat. Ijodiy faoliyatingizga omad tilayman. Rahmat. Sizlar bilan Iste'dod loyihasining navbatdagi soni edi. Sahifalarimiz orqali bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.